Misr podshohi 4-Amonhotep va oil tavobatlari qadam tashrif qiladi. Kaillar, ishtabirchilari va Taps kentining isilzodlarini chaqirishdagi maqsadimiz ishimizga ta'bir bermoqchi bo'lgan yosh ishtabirchisini sinash uchundir. Bugun uning rost so'zlagan, so'zlamaganligini hammaylar birlikda ko'ramiz. Mısır'ın danışman padişahı 4-Amonhotep'e salam. Yuzarsif, Potifarның sarayida nurg'un yillar xizmat qilgan turib, hozir bir podshoning oldida qandoq salom qilishni bilmaydi ekan. Qandoq ish bu? Sizlarga o'xshamagan ilohlarning oldida egilib kunib ketganlar uchun salom shundoq bo'ladi. Ammo men bugungacha faqat Allohning huzurida egildim. Ümidim, padişahimiz egilmaslikni hurmatsizlik deb qaramas. Ammo Misrning urf-odat va qoida-usullarida bu cho'ng bir hurmatsizlik hisoblanadi, oliylari. Ulug' Kainning diginiga o'xshash egilishni bilgan bo'lsang, Tapsning ayollariga bo'yin egib, shuncha yillar zindonda yatmagan bo'latding. Bu ziyofatni o'tkazishning maqsadi ko'rgan tushimning ta'biri bilan munosabatli ekanligini hammamiz bilamiz. Hech shubhasizki, Misrning qudratli va tajribali ta'birchilarining tushimga to'g'ri ta'bir bera oladiganligiga ishonaman. To'g'risi, yosh Yuzarsifdan bunday ishni kutgili bo'lmaydi. Ammo o'zi bu raqobatni tanladi. Biz qobiliyatini sinab baqsin dedik. Ba'zilar tushimning qandoqligini biladi. Shundoq. Biz ma'lum to'g'ri deydi. Shundoqdimi, yana bir takrorlamoqchiman. Men birinchi tushimda Nildan chiqib o'tlayotgan 7 simizinakni ko'rdim. Keyin Nil daryosining suvi tortilib qurib ketdi. Qurib ketgan Nildan 7 o'riq inak chiqib, soyildagi simiz inaklarning hammasini yutib etdi. Ikkinchi tushimda bo'lsa, inaklarning tushiga o'xshaydigan 7 sarg'aygan quruq boshaq tarafidan to'zitib etilib, dollari yerga to'kilgan 7 yeshil boshaqni ko'rdim. Ankimahu hazratlari va boshqa qoillarga xeyli ilgirlar tushlarimni aytib bergan edim. Ularni ta'bir bermak uchun bugungacha muhlat so'rgan edi. Qani, hozir ularning ta'birini birlikda anglab boqaylik. Agar tayyorlik qilib bitgan bo'lsa, boshlasanglar bo'ladi. Qani, qandoq bo'ldi? Qo'lqimiz sizlarda.
Qandaq bo'ldi? Topdinglarmi? Qani aytinglar. Tushingizga ta'bir berish uchun intayin tirishchanlik ko'rsatdik. Yulduzlarning ahvolini kuzatdik. O'liklarning ruhidan yordam so'radik. Jin shaytonlarni mo yordamga chaqirdik. Ammo biz ta'bir bermaydigan hech qanday tush yo'q edi. Ammo podshoning tushlari biz bildigan tushlarga faqatla o'xshamaydi ekan. Olilari, tushlari javobsiz bir tepishmoqqa, barliq tilsimlarimizni va sehrgarlarimizni ojiz qoldirgan qudratli bir qal'aga o'xshaydi ekan. Rost. biz tush ta'birchilarining ko'rsatgan tirishchanligining natijasi shuki, Misr e'tiqod sistemasida inak hili deb ta'bir berdik. Faqat mushunchiliklar. Yıl mı? Yıl mı? Tağ çaşqan to'g'di. Ulug' Nilda chivin. Tushimning ta'biri mushumu? İnek. Yani yil. Shundaqmi? Qani Yuzarsev. Sen so'zla. Navbat sizningki. Ta'bir emas, olilari. Men tushlarining ma'nosini aytib beraman. Tushning ta'biri bilan ma'nosining farqi nima? Ta'bir bo'lsa, ta'birchining mo'ljar va ko'z qarshiga tayinadi. Amaliyotga aylanishi notayin bo'ladi. Ammo tushning ma'nosi bo'lsa, ma'nini tushning samoviy haqiqatidan oladi. Bu sababdan men aytgan tushlarning ma'nosi cho'qim amaliyotga aylanadi va har qanday o'zgarish yoki kechikish uningga sabab bo'lolmaydi. Qandaqsiga buncha ishonch qila olaysan, Yuzarsev? Tushning ma'nosiga bak ishinib ketyapsan. Bu Allohning menga bildirganidir. O'z ra'yim bo'yicha bir narsa qo'shib qo'yolmayman. Menga Alloh bildirgandir. Bu so'zlaganlaringning amaliyotga aylana olishi mumkin emas. Hem senin aytqanlaring, hem sen işinadigan Tangri bilgili bo'lmaydigan, hem shundoq gumonliq bir so'zlardir. Buningga ishongili bo'lmaydi. Olilari, ruxsat qilsalar, men bu bilgili bo'lmaydigan va gumon pardasini echib, shuning haqiqati va Parvardigorimning qudratini isbotlab beraman. Başkayın ankmahu, ma'qul ko'rsalar, bu tushga birlik ta'bir berishni xohlayman. Bayatın tush ta'birchilaridan beri
Misr e'tiqod sistemasida inakni yil deb ta'bir beradiganligini aytdi. Shundaqmi? Ha, ular shundoq dedi. İnaklar tushi bilan bashaqlar tushining bir-biriga o'xshamaydiganligini tushundingmi? Ha, shundoqroq ko'rinadi. Yeşil ve bereketlik bashaqlar mo'lchilikning, quruq va seriq bashaqlar qurg'oqchilik va qahatchilikning bishorat emasmi? Hozircha aqlimga boshqa bir ta'bir kelmayotdi. Ondaqda aytib baqsizlar, 7 yillik mo'lchilikning, 7 yillik qahatchilikning Misrni saqlab turayotganligidan iborat bu natijani chiqara olmasmizmi? Aferin Yuzarsif. Bu tushum uchun eng yaxshi va eng aqlga muvofiq bir ta'birdir. Bu ta'bir to'g'rida qildi. Men Yuzarsifni tabriklayman. Ko'rdingizmi Ankimahu? Sizga bularning qobiliyatsiz bir o'chim parosiz ekanligini aytmaganmidim? Ular o'zlarining hech ishga yaramaydigan taxmin tasavvur, tayin yo'q ko'z qarashlarini o'ttirib qo'ydi. Bu ta'bir to'g'rida ko'rinadi. Ammo haqiqat bilan bog'lashmagan bundoq ta'birga gumoniy ko'z qarash bilan qarash kerak. Acaba bugungacha muqaddas Nil daryosining Misr tuproqlaridan suyini ayg'iniga kim guvoh ekan? Bu ta'bir Nilga o'xshash bir guharga ega bo'lgan Misr uchun emas, Misrning g'arbidagi har dunyo uchun to'g'ridir. Ammo biz ilgari cho'nglardan Nil daryosining suyining bir qancha qatim azlab ketganligini, hatto shu chog'da qushlarning ustuzligini qandira olmaganligini anglagan edik. Danishman Yuzarsifning aytganlarini to'g'ri emas deb qargan taqdirdami, aql bizga kelgusi uchun biror chora tepishimizga hukm qiladi. Bu ta'birga qaraganda Misr kelgusida zo'r falokatga uchraydi. Qanday amal bor? 7 yillik mo'lchilik mezgilida ochliq terib, mahsulotni yig'ib saqlasizlar va 7 yillik qahatchilik mezgilida bu ochliqlarni ishlatib, xalqni qutqizsizlar. Mana bu eng yaxshi amal. Aferin danishman Yuzarsif. Sening bu amalingmi tushning ta'biriga o'xshashla to'g'ri chiqdi. Siz hozir bir davlatning 14 yilni bir tushga bog'lab qo'yapsiz. Sizning buningdan yaxshiroq fikringiz bormi? Bu xatarning cho'qim yuz berdiganligini e'tirof qiling. Bu xatardan qutulishimiz uchun tirishchilik ko'rsatishimiz kerak emasmi? To'g'ri, tirishchilik ko'rsatishimiz kerak. Ammo shuningga diqqat qilishingiz kerakki, bir xalqning umridan 14 yilni bir tushning ta'biriga bog'lab qo'yishingiz aqlli odamning ishi emasdir. Bo'libmi mamlakatning butun boyligini yo'qlang bir xatar uchun sarf qilishimizning nima hojati bor oliylari? Aql bizga ehtiyotchan bo'lishimizni tavsiya qiladi. Bu ahvol amaliyotga aylanadi. Agar biz oldin olmasak, u chog'da qahatchilik qanday qarshi tura olamiz? Kelajakdan xabardor bo'lish biz uchun eng cho'ng ne'matdir. Hozirning o'zli xatarning chorasini bilsaklar, bu xatardan tinch amal o'tib keta olamiz. Biz Yuzarsifdan minnatdormiz. O bizni xatardan ogohlantirdi. Biz Yuzarsifning tang'risidan minnatdormiz. Chunki u boshqa tang'irlarga ishonganlarga yordam qiladi ekan. Yuzarsifning qanchalik pok ekanligini, gunohdan o'zini qanday qochirganligini hammamiz bilamiz. Bugunmi uning aql parosatiga,
tasavvur va bilimiga hammamiz qoyil bo'ldik. Uchta birmi barliq ta'birchilarning oldida u bizning eng ishonchli donishmanimizdir. Bugun intayin xushal va xotirjamman. Bu xushallikni sening ta'birchilaringni jazolash orqali g'azab va xafliqqa almashtirg'im yo'q. Bugun Misr tangrilarining va ularning ta'birchilarining qanchalik bechora ekanligini hammamiz o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Hammaylar Amondan qudratli bir ilohning borlig'ini ko'rdik. G'azbim tashmasdan bu ta'birchilarni ilib bu yerdan yo'qol. Allah hamakat. Qachon gap qilib, qachon to'xtaydiganligingni bilmaysan. Amonning nenini yeysan, lekin uning dushmaniga madiya o'qiysan. Bu ta'bir to'g'ri edi. Insof qilishingiz kerak, janoblari. O kalva. Janoblari, kimsini shuna qildi? Ochiqtirib aymasizlar. Tushirdim. Shaqataqimni yagi urdim. Meni kechirsinlar. Janoblari, unda qildilar. O xoin. Amonning xoini. Sen mening yuzimni tushirding. Padiyamon! Benim efendim. Onu yapmam. Beni geçirsizler canapları. Beni geçirsizler. Ben hain emez. Beni geçirsizler. Beni geçirsizler canapları. Canapları. Ben hain emez. Amon ve onun hizmetkarları bugünküdek resva bop bakmagan. Hiç guman qilmanglar, bu mag'lubiyatning xabari butun Misrga pur ketdi. İbrani Yuzarsifning tanrisi, cho'lda qo'y boqadigan bir padichining tanrisi ulug' Amondin qudratlikan deyishidi. Yosh va tajribasiz Yuzarsif tushda birda 1000 yillarcha ustunlikka ega Misrning tush ta'birchilariga qarshi zafar quchdi deyishidi. Yuzimiz qizirdigan bo'ldi. Bu nomusni naga qo'yg'uliq? Misr xalqi bir tush ta'birchisiga bir iloh ishongandek ishonadi. Ulug' Tanrimiz Amonning bizga ichi og'irsin. Bu rasvochilikni yo'qotish uchun qo'limizga kelganni oymasligimiz kerak. Kechiring, siz saroy xizmatkorlaridimi? Nima demoqchisiz? Yusufni, Yuzarsifni tanimsiz? Uni nima qilyapsiz? Hozir u saroydami? Saroyda bo'lsin bo'pti. Men uning do'sti edim. Nima? Sen uning do'stimi? İsmim Malik. Zar oğlu Malik. Yuzarsifqa Malikning uni 20 yil saqlaganligini aytib qo'ygan bo'lsangiz. Yuzarsifning ta'biriga qaraganda oldimizda zo'r bir qahatchilik bor.
bu zo'r buhronga birer chora tepishimiz kerak. Ishlarning boshqarish huquqini ishonchlik, tadbirlik, bilimlik bir sadoqat egasiga topshirishimiz kerak. Sizlar Misrning yuqori tabaqadagi isilzodlari. Bu shundoq bir akini tunumsizlar. Evet, aslında böyle biri var. Evet, olabilir. Alileri. Bu xatarning oldini elishga qurbi yetadigan kishi Potifardir. Potifar eg'ir kesal. Şuna bundaq eg'ir mas'uliyatni ko'tarib bo'lolmaydi. Alileri, agar fikrimni aytishga ruxsat qilsalar, saroy muhofizachilarining qo'mondoni Huramhop bu ishni qila oladi. Huramhop intayin qimmatli bir qo'mondon. Bu sababdan uningga tarixchilik ishlarida emas, ordu xizmatida bakrak ehtiyojlimiz. Ey Yusuf, bu mas'uliyatning yuki sening yelkangda. Sen uni qabul qil. Seni Misrga hokim qilish Allohning irodasidir. Alileri. Bu vazifani menga bersizlar. Meni Misr o'lkasining xazinadori va yezigiligiga mas'ul qilsalar. Chunki men xalqning mol-mulki va etiz ishlarini qo'g'dayman. Ham mamlakatning boshqarilishida kerakli tadbirlarni qo'llanaman. Sizdan yaxshirog'ini topolmaydiganligimni bilatdim. Bu ishning o'disidan chiqa oladiganligingizga ishonaman. Bugundan boshlab sizni Misr xazinasining va tarixchilik ishlarining boshqaruvchisi qildim. Yana hammalar bilish kerakki, Yuzars bugundan boshlab Misr podshohining bosh donishmandlik vazifasini o'z ustiga oladi. U garchi bilimlik bo'lsa-mu, yana Misrga yot bir kishi. Seningchi o bu eg'ir mas'uliyatning o'tisidan chiqa oladimi? Bilmayman. Onun tanrısını bizning tangrimizdan qudratli deb qarabsizlar. Shundaqmi? Yo'q. Ankmahu va tush tabirchilarining uningga qoyil bo'lib qandoq tatirib ketganligini sen ko'midingmi? Qandoqli bo'lsin, bu ishning uningga yuklanishi Misr isilzodlari uchun bir rasvochilikdir. Sizlarmi Misr tush tabirchilarining Misr xalqining qalbida qanchalik yuqori o'rinda turadiganligini bilasizlar. Yuzarsif Misrda tanilish yo'q tabirchidir. Bu sababdan o'ylaymanki, uning sharpiga tantanlik bir ziyofat o'tkazmoqchiman. Yuzarsif hazratlarining bir narsaga ehtiyoj bormidi? Sizning orzuyingizni amalga oshirmoq men uchun sharafdir. Alilerning menga sehilachi muomala qilgani yetarli bo'ldi. Bu sehiyliklarni tamomlashlarini umid qilaman. Yuzarsifning tiligi har vaqt qabul qilinadi. Mening ikki o'tinishim bor. Birinchisi, zindondagi ayollarning hammasi qo'yib etilsin. İkinchisi, Zavira zindondagi mahbuslarni erkinlikka chiqsin. Ularning buningdan keyin yomon yo'ldan qaytib, to'g'ri durust kishilar bo'ladiganligiga sizlarga kafolat berman. Biz bu ayollarni siz uchun zindonga tashladik. Xohlasangiz qo'yib etamiz. Yillarcha zindonda qolishingizning sababchisi bo'lgan Zulayxa ekanligini unutib qolgandek tursiz. Shundoq, men unutish uchun qo'limdan kelganini qildim. Siz Zulayxa sababidan necha yil zindon yotdingiz. O xonish bo'lsa-mu sadaqasiz bir ayol. Shunga jazolanish kerak. Men intiqom olish uchun yaratilmadim.
boshqalarni to'g'ri yo'lga yetaklash uchun yaratilgan bir inson intiqom va nafratga qul bo'lsa bo'lmaydi. Biz sizning Potifar va Zulayxadan intiqom oldiganligingizni o'ylagan edik. Men faqat menga otilgan tuhmatni og'dirib o'tishni orzu qilgan edim. Bu ayollarning jazolanishiga suyunmaganimga o'xshashlar boshqa mahbuslarning mo ozodlikka chiqishini umid qilaman. Zavira zindondagi mahbuslarni qo'yib o'tishni talab qilganing to'g'ri bo'lmadi. Ular intayin xatarlik. Amun va ibodatxonaga qarshi ish harakatlarni qilganlarmi bor? Jinoyat o'tkazib, bizga va Misrga xiyonat qilganlarmi bor? Men ular bilan bir qancha yil birga yashadim. Ularning axloqliq va yaxshi kishilar ekanligiga kepillik bera olaman. Ular endi burunqi mahbuslar emas. Huquq sizda. Bugundan boshlab farmon chiqarsangiz bo'ladi. Qilishga tegishli turli tadbirlarni xizmatkorlarga aytsangiz bo'ladi. Buyruq qiling. Ularni qo'yib bersin. Minnatdorman. Derhal qo'mondonlarga xabar qilinglar. Qo'mondonga salom. Salom. O'ramobdan bir maktub keldim. Bu maktub kimga? Zindon begiga beringlar. Ammo sizni qo'g'disin. Bosh ustiga. Hammanglar diqqat qilib anglanglar. Padişahning bosh donishmanidan Zavira zindonining zindon begiga, Zavira zindonidagi mahbuslarning yaxshi odam bo'lib o'zgarganligidan xabarimiz bor. U yerdagi bir muncha mahbuslarning gunohsizlarcha zindonda yetayotganligini bilamiz. Bu sababdan barliq mahbuslarning gunohini afu qilib, hammasini qo'yib etadiganligimizni sizlarga aytib qo'yishni to'g'ri topdik. Padişahning bosh donishmani Yuzarsif Yaşasın özgürlük! 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 Yaşasın! İşte bu! Yaşasın özgürlük! Yaşasın Yuzarsif! Özgürlük! Sonunda serbest kaldın Yuzarsif! Yaşasın! Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Özgürüz artık. Artık özgürüz. Yuzarsif bo'lmasa Zavira zindonida yetish mumkin emas. Kashki men bular bilan birga qo'yib etilib
Yüzarsiz qo'shilgan bo'lsam-chi. Shunda, to'g'ri aytsiz. Biz haqiqatan hurlik chiqdikmi? Shundoq. Podshohning bosh donishmani Yüzarsiz farzandlarining buyrug'i bilan hammanglarni qo'yib atdik. Nima dedingiz? Yüzarsiz podshohning bosh donishmani bo'ldimi? Ha, shundoq. Angladinglarmi? Yüzarsiz Amonhotepning bosh donishmani bo'pti. Buning nima gap ekanligini bilamsizlar? Yani podshohmi uningga hayron qolibdi. Yüzarsizning yanida bo'lsa, toza qutishmasligi mumkin emas. Bu taqi ishning boshlanishi. Buningdan keyin yana bir muncha kishilarning uningga hayron qolganini hammaylar birlikda ko'ramiz. Saray mapsini saqlab avar bo'lmaslayga. Piyoda minib ketsam. Kahilla uning oldida til tutulib, zuvan siramay qolganligini angladim. Uning aytqanlari meningcha yo'lliq. Ta'bir berishini Tangirsi uningga bildirib tikanmish. Menga ishoninglar, men bu gaplarni o'ydirib chiqamadim. Tangirsining Amondan qudratli ekanligini ko'z-ko'z qilish uchun davomli o'z Tangirsining gapini qiladi ekan. Hamma odamga shundoq deydi ekan. Cho'qim shundoq. Gerçekten bana biçildi. Evet, gerçekten çok iyi bir adam. Gerçekten. O 7 yilni mo'lchilik, 7 yilni qurg'oqchilik va qachilik bo'ladi dedi. Meningcha kelgusini o'ylashimiz kerak. Qachilik bo'ladiganligini sen qanday bilsan? Qara. Yüzarsizning tush ta'birda hech qanday xatolashmaydiganligini angladim. Aqlli insonlar ogohlantirishga e'tibor qilmay qolmaydi. Bunda emasmi ya? Agar Yüzarsiz bu tushga mushundoq ta'bir bergan bo'lsa, bu ishning yuz berdiganligi cho'qim aniq. Agar qachilik bo'lib qolsa, to'plagan beliqlarimiz obdan esqatadi. Qachilik bo'lmasmi, hech sin yo'q. Sen qayerda Yusuf? Hamyada sening gapini qilishyapti. Malik, nemishqisini ko'ranmaydi. Bana deydigan gapingiz bormidi?
Uzundan beri sana deydigan gapim yo'q edi. Ammo bugun Amonu deb sarayda yuz bergan ba'zi voqealarni sana va saraydagilarga eskartib qo'yay dedim. Agar xatolashmagan bo'lsam, xalq uni unutsin deb Yuzarsifni 10 yil ilgari zindonga avatdiq. Gunohi Zulayxoning va tapslik havaskor ayollarning orzulariga bugün agmiganligi bo'ldi. Ko'rib turibsizlarki, aksicha men va Zulayxoning yuzimiz tushdi. Ve Yuzarsif biz xiyolimizga keltirib baxmagan martabalarga erishdi. Men bilan Zulayxa tunugun podshoning sarayida rasvo bo'ldi. U yo'ldoshiga xiyonat va sadoqatsizlik ham Yuzarsifga tuhmat qilishdim. Menmu gunohsiz Yuzarsifni zindonga mahkum qilish va Yuzarsifning qilmishlariga sukut qilishdan ayblandik. Bu hammanglarga ibrat bo'lsin. 10 yil ilgari ko'nglimga pukkan bir so'zni endi sizlarga aytib bermoqchiman. Zulayxa ko'nglining havoyi havaslarga berilib, yo'ldoshining va oilasining yuz obro'yini ikki pullik qildi. Onunga moslashib Yuzarsifga o'xshash iffatlik, pok bir yoshni, tangdoshsiz bir donishmandni zindonga sog'inim uchun menga la'nat bo'lsin. Men gunohimni e'tirof qilaman. Ammo sizning Yuzarsif qaratgan nadiya so'zlaringiz mening bekordalla qadrsiz insonga ko'ngil bermaganligimning isbotidir. Shundoq emasmi? Zulayxa, sen nima deyotganligingni bilamsan? Og'zingda nima gap chiqyapti? Ayollar yerdan yaxshiroq bir yerni topsa, uni tashlab ketish kerakmi? Murod maqsadiga yetish uchun yo'ldoshini vayron qilish kerakmi? Zulayxaga o'xshash sadoqatsiz ayollarga la'nat bo'lsin. Menga o'xshash erkaklarga la'nat bo'lsin. Zulayxa, sening bunday qilishingga yurgin qandoq chididi? Yardım qilinglar. Ha? Nima bo'ldi efendim? 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 Ha, astroq. Efendim, qandaqroq? Efendim? Mimi Sabo. Nimish xonim? Yuzarsifning qo'yib etilganligini angladingmi? Shundoq. Yuzarsifni qo'yib yotgan chog'da men uning yenida edim xonim. Uning hozir Misr xazinasining xazinadori va Amon Muttabning bosh vaziri bo'lganligini angladingmi? Angladim. Xabarim bor. Tunji bo'lib zindondagi do'stlarini qo'yib etibdi. Buni bildingmi? Ularning Yuzarsifdan kutgan umidimi mushu edi. Tapslik, iffatsiz ayollarmi qo'yib etildi. Boshqasi bo'lgan bo'lsa, bundoq bo'lmagan bo'ladi xonim. U endi seni qo'yib etadi. Meni Yuzarsif qo'yib etamda. Shundoq. Yuzarsifga beg'ishlagan sevging seni qutqizadi. Bundan keyin hursan. Yuzarsifning yeniga ketgin.
Bana aytqana. Züleyxa Yüzarsıpdek bolanmasmı? Onu bu qilib qo'yib o'tmasmi? Minnettarman xonim. Rahmat sizga. Çık tut. Tatula. Tatula. Tat. Beyret kılınla. Bana beyret kılınla. Birazdan yardım kılınla. Tatula. Ülge hoşmandı. Bu Amon ibadatxonasining tushda bir emasmi? Bana yana ehtiyojlik bo'lsangmi, qo'lim ko'ksimda. Ben Padiyamon bilan ko'rishmoqchi edim. U nerede? Efendim. Efendim, büyük tush tabirchisi o'libdi. Uni suvdan suzib oldik. Jasadi iskelada qoldi. Sen bu beliqchi bilan berib qarab baqqin. Aytqin rasmo. Suzib olingan jasadning tush tabirchisi ekanligini aytyapti. Degini ras bo'lsa, jasadni bu yerga olib kelinglar. Tez bo'linglar. Hamoqat. Oddiy bir ishni bajaramabsan-ku. Qandoq nemisan? Ammo efendim, jasadni tashlagan yer nil timsoqlari bilan liq to'lgan joy edi. Amsi bu jasad iskelaga qandoq keldi? Onun ölümünden ibadetxona javobgarlik tortilsa, gunohini sana ataman. Agar yana bir qatim diginimizda qilmay ishni bulsam, bizdan bir tiyim olaman deb xom xiyol qilma. Ko'zimdan darhol yo'qol. Men hamma ishni siz buyurganda qildi. Nemish bo'lganligini men o'qimayman. Ko'zimda yo'qol. Seni boshqa birisi ko'rib qolmasa, o'zingni yo'shirg'idek maxfiy bir joy top. Yo'qol. Ko'zimda yo'qol. Tushda bir shukan. Hey! Sen heyliqi sharabchi inarız yo'q. Men xatolashmasam, senmi men parkitdag'u deyman. Do'stim Yuzarsif nemish qilyapti. Yaxshi. Uning g'ajdan tushganmidi? Uning bilan nurg'un ishlarim bor. Uning bilan bakmi ko'rishkim bor. O qayerda ekandoq? Uni qayerdan topdinglar? Kain hazretleri uni iskelada suvdan chiqarib oldik. Tanrılar uningga rahmat qilsin. Ibodatxonaning ulug' tabirchilaridan biri edi. Yuzarsifdan yengilib qog'iniga nomus qilib, o'zini Nil daryosiga otgan o'xshaydi. Ko'rinishiga qaraganda nomusdan o'zini o'ltirib olgan o'xshaydi.
Onundak ulug' bir tabrik uchun podshoning tushiga tabir bermaslik albatta nomusqidek ish emasmi? Shunglashqa o'zini o'ltirib olgan gap. Sizlar uning hurmatini qilib, Mag'ribga olib borib mo'miyalab, yaxshiroq bir yerga ko'minglar. Onu o'ldirib atganiga ishonch qila olamsan? Ha, hech shubhisizki, tunugin Padyamunning eliq tabirchini tutib ketganligini ko'rgan edim. Bugun uning jasadini ko'rdim. Men Barkiptaning u yerdan chiqib ketayotganligini ko'rdim. Buni shuning qilganligi aniq turmamdi. Tush tabirchisi tunugin Ankmahoga meni afu qiling deb yalvorib yetibdi ekan. Ular o'z nafsiga cho'q tortish uchun bir-biriga ish chaqirtishmaydi. Ankmaho va Kayilla qo'lidan kelganlik jinoyatni o'tkazishni yanmaydi. Ular jazolanishi kerak. Buncha ular gunoh bilan yana maydasini kirib yurishga haqqi yo'q. Ankmaho ibodatxonasida o'zining qoidasi bo'yicha ish qiladi. Misr hokimiyati uning ishlariga aralashmaydi. Allohning yordami bilan uning zulm qoidalarining adabini beramiz. Men sizdan ko'p ansirayman Yuzarsif. Ko'proq diqqat qiling. Men Allohga sig'insam, ularning hammasi birlashsimi, menga ziyonkashlik qilolmaydi. Bu jinoyatni hammaga yeyinglar. Kahilla buni yushiraman debmi, avara bo'lishmasin. Men Barkiptani boshqa yetmaslik kerak. U xatarlik bir odam. Mushundaq ketaversa, texmi cho'ng jinoyatlarni o'tkazishi mumkin. Aras, bir ishni unutibdiman. Bir qancha kun ilgari usti beshi rassiz, yot bir yerdan kelgandek bir odam sizni so'ragan edi. İsmini aytdimi? Aras, ismimni Malik dedi. Shundoq, Malik dedi. Bu Zar o'g'li Malik bo'lmasin yana. To'g'ri. Zar o'g'li Malik. Yaxshi, ammo bu mumkinmi? Sizni izdavat qilib 20 yil bo'lganligini aytdi Yuzarsif hazratlari. To'g'ri debdi. U qayerda bo'lmasin, tepib, darhol yenimga kelinglar. Baş üstüge hazretleri. Malik. Zar o'g'li Malik. Acaba şu mudur? Menimce Yuzarsifni o'tirdan qoldirib o'tishimiz kerak. Yuzarsifni o'ldirmasak, u ibodatxonaga qarshi bir kuchga ega bo'lib oladi. U chaqda hech qanday qilib uning yukselishining oldini ololmaymiz. Menimce bak aşırı varsizlar. Bir tushda birini bunchalar cho'ng aytib o'tishning hojati yo'q. Bunda qisaq Yuzarsifni o'z qo'limiz bilan yuksaltirib o'tgan bo'lamiz. Anlığınımızga qaraganda bu qatimki mag'lubiyatimiz Misrning hamma yeriga pur ketibdi. Agar biz jimjit turib olsak, xalq bizga qarshi harakatga o'tishi mumkin. Ata Yuzarsif uchun hashamatlik bir ziyofat o'tkaziladi ekan. Xalqning orasiga tarqalib, Yuzarsifning aytganlarining yolg'on ekanligini aytib, xalqning uningga bo'lgan ishonchisini ojizlashtiringlar. Bo'lmasa u deginimizdek yengilmas bir kuchga erishidi. Men Potifarning sarayida Yuzarsif bilan bir qancha yil yashadim. O chaqlarda o'z tag'risi to'g'risida ochiq-oshkor so'z qilolmaydi. Ammo saray xalqi o'zini to'ymasdan uni va tangrisini yaxshi ko'ratdi. Shu sababdan ibodatxonaga oz kelatdi va hadiyalarni oz sunatdi. Doludamsa, atiki ziyofatga tayyorlik qilinglar.
Türkiyədən kelib etibdi. Qarğanda 3-cü Amonutepni dəfn qılbağa oxşaydı. Əlbəttə şundaq. Mo'mi yananğılımı 40 gün bo'libdi. Mən padişah 4-cü Amonutepni yaxşı görəmən. O urushni və adam öldürüşni yaxşı görməydi ekan. Amma o Amon'dan nefretlindi ekan. Şunlaşqan mən ondan nefretlendim. Amonutepni intayin mehribon va qoida usulli hisob angladim. Balkim kambag'allarni boylardan bakrak yaxshi ko'rmasligi mumkin. Baş vəzir yuzarışıb şumu? Şundaq. İbadətxonadagi barlıq tush ta'birchilarining yolg'a yuzarışıb mushu shu. Nima degan xush chiroy? Intayin salobatli ko'rindi ekan. Yusuf! Jim tur Abdal. Amonutep ütüp ketayotgan vaqtda jim turish kerak. Nerto? Mən 4-cü Amonutep, Büyük Mısır'ın padişahı, tush ta'birchisi Danışman Yuzarsifni baş vəzir və Mısır tarixçiliklariga mas'ul vəzir qilib tayinladim. Shundaqla bugun uningga Mısırning eng oliy darajasi bo'lgan oltin daraja inom qilindi.
Misr podshohining menga ishonganligiga rahmat aytaman. Bayatin olilarimni oltin daraja bilan mukofotlagan vaqtda xiyolimdan bir ish o'tdi. Men Potifarning saroyidagi vaqtimda Zulayxoning inik onasi Karimama meni töven ko'rib, "Padichi" deb ataydi. Bugün olileri bana altın derecelik mertebini inom qilib, meni Misrning bosh xazinadori va tarixchilik mas'ul bosh vaziri qilgan vaqtda o'z o'zimga bir padichi bu mas'uliyatning o'disi qandoq chiqar deb o'ylagan edim. Agar sen qo'limga tushib qoladigan bo'lsang, bir ozmi kechiktirmay jiningni olaman. Agar ruxsat qilsanglar, sizlar bilan biladiganimni o'rtoqlashmoqchiman. Men o'zimni Misr xalqining xizmatkori deb bilaman. Uning sirtidagi sifatlar bu haqiqatlarni o'zgartirmaydi. Sizlar Misr xalqidan bu vazifamni yaxshi ado qilishim uchun menga yordam qilishinglarni chin ko'nglimdan umid qilaman. Misrni 7 yillik mo'lchilikning kaynidan 7 yillik qachilik va 7 yillik qurg'oqchilikning saqlab turganligini anglaysizlar. Hammanglar bugundan boshlab qo'linglarda kelish teringlar. Ko'plab bug'doy terib, davlat xazinasiga oshliq topshirganlar o'zi terixchilik qilgan yeriga igidorchilik qilish huquqiga erishidi. Bütün ziminning podshoh tavak ekanligini bilaman. Bu to'g'riliq sizlarga keyinchi tushuncha beraman. Xalqdan to'plagan oshliqni xalqqa yuqori bahoda sotmaydiganliginglarga kim ishonadi? Buğdaylarni setib olish, to'plab saqlash ishlari qaranglardan tanlab chiqarilgan kishilarning qo'li orqali bajariladi. Orada amaldorlari faqat nazorat qiladi xolos. Ambarlaringlarga yillik usullarni yiqininglar, chig'inglar. Eshib qolganlarni tayinlangan kishilarga topshiringlar. Agar sizlar qudratli va layoqatli hokimiyat boshqaruvchilar bo'lsanglar, xalqning qaroriga ega bo'linglar. Shundala xalq sizlarga yordam qiladi, ansirmanglar. Xalq hokimiyat boshqarish ishlaridan xabardor bo'lsa, yordam qiladi. Agar xabarsiz qolsa, yordam qilolmaydi. Hamma odam o'zining bug'dini o'ziga olaydi. Sizlarga nima ish qilmayapmiz? Biz pat yaqinda bug'doylarni yig'ib saqlash uchun yaxshi sharoit hozirlaymiz. Hamma odam o'zining bug'dini yig'ib saqlay oladi. Agar har qanday bir sabab bilan bug'doy sesib ketsa, davlat xazinasidan bug'doy berilmaydi. Bizga bug'doy topshirgan kishiga biz bug'doy beramiz. Dehqonlar bug'doyni davlat xazinasiga topshirish bilan birga ham yerga ega bo'ladi, ham qachilik yilidan xotirjam o'tib ketadi. Ko'pchilik u jo'yilyotidi. Sizlar jabboda yiqqan oshliqlarni qandoqsiga uningga topshirib bergdaksizlar. Bug'doylarni yig'ib saqlash va taqishga qulaylik bo'lish uchun nuqtaliq joylarga ambar selinadi. Xalq bu qiyinchilikdan xotirjam bo'lsa bo'ladi. Buning so'zlari rostmidi? Qachilikdan omon eson o'tib olish uchun biz har xil chora-tadbirlarni qo'llanishimiz kerak. Vaqti kelganda sizlar bilan o'rtoqlashamiz.